bu necha yüz qism kino bilan tugitib bo'lmaydi. Buning televiziya teatri bilan nayt farq cho'ng. Buningdagi ifodalanayotgan ma'no, obraz, kishiniki xosligi degandek. Endi gapimiz qaytib keldi. Biz Cho'gayninki o'limini tushundirish uchun bir odamdan agib o'tmaymiz. U olsunmu shifoliq yomg'ir Sunjang. Mana Sunjang Cho'gay bilan her jihatdan farq cho'ng. Masalan, Sunjang nayt bir hozirgi gap bo'yicha fuarda nayt bir bayashat oil cho'ng bo'lgan. O'zi naylik Yamulning naylik hukumat desak bo'ldi hozirgi vaqtda. Naylik Yamulninki Pütükçisi, meslekçisi hazırki gap bo'yicha Mishu, Shandong nayi hakimining buni bir katibi deb qarasak bo'ldi. Sunjang o'zi o'qigan, oliy ma'lumotliq, nayt boy oilada cho'ng bo'lgan, o'zi hukumat xodimi, hukumat sistemasida ishlaydi. Cho'gay bo'lsa yezdi cho'ng bo'lgan, qarqo'saq. Shuning uchun biz bu ikkisidinki mushu Dünyasındaki farqni mesela ikkisining Liangshanga ataman bo'lgan vaqtdagi mushu Liangshandagi qasrning ismini o'zgartirishdan his qila olamiz. Masalan, Cho'gay Liangshanga 108 azamatni yig'ib, ishtavirtib, jahonda donqini chiqargan chog'da Cho'gay mana mushu saroyning ismini nima deb qo'ydi? Mardlar saroyi deb qo'ydi. Mana Cho'gayninki mushu saroyga bergan ismidan Cho'gayninki qandaq adamligi, mardlikni afzal biladigan, do'stlikni birinchi o'rin qo'ydigan, nayti bir tuz, maqsadsiz bir adamligini ko'rib yetamiz. Cho'gayning ideyasi tavan xoju taqvar churu, cho'ng opqurdi may ishchimiz, cho'ng qozonni go'sht yeymiz. Nima topsaq hammaylar barobar birga yashaymiz, birga o'ynaymiz. Mana bu Cho'gayninki tutgan yo'li. Suv buyda degan asrda Optor Cho'gayni mana shunday tasvirlagan. Lekin Sunjangchi